Ben bunu ikinci bölümde ben Xitay iqtisadi ve harbiy kuchiga inchiklab analiz. Bunu bir analiz qilib baktım. Birinci, Xitay iqtisadi qanday qilib dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodga aylanolgan ve hozir nima uchun chekinishga boshladi? Bu o'zim qo'ygan birinchi savol. 1980 yılı Xitay iqtisadi dünya dairesinden qaraganda nahayat orqada qolgan iqtisod idi. Aholisi eng ko'p, sanoat ve yiza egiligi oxirida qolgan, muarif chekinib ketgan, GDP'si Yevropadagi kichik davlatlarning keynida idi. Deng Xiaopingning amallashtirgan bir necha siyosati Xitoy iqtisodini dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodga aylantirdi. Xitoy iqtisodining ko'tarilishi bilan Xitoyning harbiy kuchi, diplomat o'rni va siyosiy roli yuksak ilgariladi. Xitoyning ishini ichidagi siyosiy yo'lga qo'yishi bilan Xitoyning ikki ortiqchiligi darhol o'zini ko'rsatdi. Xitoydagi arzon texnik xodimlarning yetarli bo'lishi, Xitoyda ishlab chiqqan tovarlarning tanarki tuvan bo'lib, xalqaro savdo dunyosida raqobat iqtidori tangdossiz o'rinda bo'ldi. Amerikani misolga olsak, arzon Xitoy mahsulotlari Amerika xalqini uzun muddat muqim mal bahosidan bahramand qildi. Xitoy mollarining dunyoning bulun pushqoqlariga to'lqindek yamrab ketishi Xitoyga zo'r boylik yaratdi. Xitoyning bosh ko'tarishiga emgak kuchining arzon bo'lishi o'zila yetarli emas. İslohat yetishdan burun Xitoyda emgak kuchi texmi arzon edi. Shu vaqtlarda men bilma akamlarning maoshi 45 so'm, boshlang'ichdagi muallimlar maoshi 29 so'm shunday. Xitoy bu raqobat kuchini mahsulotga aylantirish uchun davlat tuzimiga islohot ilib berish to'g'ri keldi. Xitoyning ishini ichivchi siyosati Xitoyning emgak kuchini ozod qilib etdi va Xitoy puhraviy korxonalarni borliqqa keltirdi. 1997 yılı WTO'ga kirişi bilan dünya bozorunu ichib etdi ve Xitoy bu bozorning eng oldida mangadigan bo'lib qoldi. Xitoy Davlat Statistika idorasining Jungo Tongjijining e'lon qilishicha, Xitoy iqtisodi 1995dan 2012 yilgacha eng tez taraqqiy qilgan bo'lib, GDP'si ishish 8,6%, mamlakat bo'yicha maosh 8,8%, boj kirimi 16,7%, hukumatning bojdan boshqa kirimi 18,8%, qonunda belgilengen ictimai sug'urta 28,7%, hukumat maxsus yer ta'minlab erishgan yer o'tinib berish puli 64 hassa o'rlabdi. 6. rasmga kelib qo'ying. Xitoy iqtisodining ko'tarilishi Xitoy bilan taraqqiy qilgan davlatlar o'tirsa, savdo, surkilish va to'siq paydo qilish, xalq orada jiddilik paydo qilish qatorliq omillar sakrab chiqishga boshladi. Hatto pul muomala krizisi yetib keldi. Lekin Xitoy iqtisodining taraqqiy qilishidagi bir ajalli xatolik zodi tuzatilmadi. U bo'lsa tashqi ehtiyojga yuksak tayinish. Hozir Xitoyda emgak kuchi bahosi, yer, energiya bahosi, maosh qatorliq iqtisodga munosabatli barliq narsalarning bahosi tez suratda o'riladi va o'rilyapti. Hozir Xitoyning bu ortiqchiligi asosiy jihatdan yo'qolib ketdi va ketib boradi. Germaniya haftalik jurnalining xabar berishicha 10 yil burun Xitoy iqtisodi har yili 10%dan oshadi. Lekin yaqinqi 10 yilda iqtisodi davomli tuvalladi. Xitoy iqtisodi hozir nacharlashgan holatga tushib qoldi. 2022 oydan 2022 6 oygacha Xitoy iqtisodi 2021 yili shu mezgilga nisbatan aram 0,4% oshdi. 2022 yillik ishish nisbati Asiyanın başka joylardan tuvan bo'lishi mo'ljallanadi. Hozir chiqib tuvan bo'ldi. Bu oldingi 30 yilda
tunji qidim yuz bergan ish. Xitoy bozordagi oldingi qatorda turadigan mablag' silish shirkati. Buni Growth Investment Group deydi. Baş iqtisodiy shunosi shundoq dedi. Kelgusi 10 yilda Xitoy iqtisodi intayin tuvan suratda o'sish taqdirdan qutulolmaydi. Xalqlar deyishi 1%ga bormaydi deyapti. Amerika Janubiy Karolina Universiteti Soda Institute'ning professori Frank Tian shundoq dedi. Xitoy uyumlik bozori o'tgan 10 yilda iqtisodiy mahsulot miqdorining 4dan 1 qismini qo'shgan bo'lsa-mu, hozir vayron bo'lyapti. Ular 4dan 1 iqtisod qo'g'ani vayron bo'lib qolgan bilan nega bordi? Xitoy iqtisodiy harakatlantirgichini yo'qotdi. U qurilishga mablag' solish energiyasidan ayrilib qolgandan keyingi Xitoy iqtisodining tushib ketish sur'ati ko'p sondagi kishilarning tasavvuridagidanmi tez bo'lishi mumkin. Uning ustiga butkul xalqaro vaziyatning nacharlashishi, Amerikaning Xitoyga qo'llangan savdo jazosi, chet el kapitallarining Xitoydan tez sur'atda chekinishi, sanoat zanjirining Xitoydan yutkilib ketib berishi qatorliq masalalar hammasi iqtisodning sijil chekinishini keltirib chiqadigan ochqushliq omillar. Asosiyatdan Xitoy iqtisodi uzil-kesil mag'lub bo'ldi. Bu pravsun. 7. suratga kelib qo'ying, 7. Ya tuan turdi. Endi bu ikinci bölümün ikinci kısmı uyumluk qurilish, uyumluk kursi tushish davri yetib keldi. Uyumluk kursi yetib keldi. Xitoydagi ikkinchi cho'ng axborot vositasi birinchi moliya iqtisod yuqori so'zlaydi. Bu Xitoyda chiqadigan jumong bosh maqol e'lon qilib, uyumluk bahosi zo'r daraja tushish davri yetib kelganligi haqida signal berdi. Baş maqolda shundoq yozilgan. Xitoydagi boylarda tuyuqsiz mol mulkini tashlab setish to'lqini avjib ketdi. Shunga Shanxaydagi ba'zi hamshamatlik uylar 40% tuvanlab setildi. Tayvandagi savdogarlarmi oshxona, mehmon saroyi qatorliqlarni setyapti. Nurg'un hashamatlik uy egalari kelgusiga hech qanday ishonch yo'q. Burungi uy orqali o'zining boyligining qimmatini saqlaydigan yoki o'stiradigan davri endi qaytib kelmaydi. Xitoyning uyumlik shirkatlari 2022 yilning oldingi 3 faslida 30 milliard kub ziyon tortdi. Bu Xitoy gazetininkini men tarjima o'qidim. Amerika Washingtonga joylashgan aqllar ombiri Pew tadqiqot markazining tekshirishicha 2012 yili 40% Amerikalik Xitoyga pasif qarashda edi. 2022 yili 80% ishib ketdi. 80% ortiq odamlar Xitoyni yaxshi ko'rmaydi olib ketdi. Xitoyning uyumlik kasbining qarzi krizisiga petib qilishiga erishib, Xitoy hukumati ko'p turli bozorni qurish choralarini yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, uyumlik kasbda yanada o'zgarish bo'lmadi. Nurg'un aql ombilarining mo'ljallashicha 2022 yili Xitoy tovar uylarining setilishi 2021 yildan 4dan 1 hassa 4dan 1 qism tushib ketdi, 25% tushib ketdi. Xitoyning uyumlik kasbida 2022 yili 1,4 trillion xalq puli ziyon tortdi. Bu ziyon 2021 yildan 75% oshdi. 70 yılda 500 milyon majili 1,4 trilyon ziyon tortdi. Oldin 3 faslida. Xitoyning uyumlik bozorining davomli nacharlashiga erishib, yer bozori borgan sari suvib ketdi. Xitoyning uyumlik ko'pigi vayron bo'lyapti. Eng oxirida bu vayronlik darajasi hamma odamning tasavvuridan ishib ketadi. Xitoy davlat statistika idorasining 2022 yili 12 ayning 17 kuni e'lon qilgan statistika ma'lumotini ko'rsatishicha,
Xitoy hukumatining qattiq yuqumli kasalliklarning oldini olish siyosati 2022-yil sanoat korxonalarining foizini ig'ir darajada tuvaltdi. Xitoy Davlat Statistika idorasining aytishicha, Xitoy bo'yicha ko'lamdan yuqori sanoat korxonalari 1 trilyon 770 milyard 960 milyon yuan foyda yaratgan bo'lib, oldingi yilga solishtirganda kirimi 6,6% kamaydi. Xususiy korxonalarning foizining oshish nisbati 7,9% tuvaldi. Xitoyning savdo ishonchi 2013-yili 1-oydan buyongi eng tuvan nuqtaga tushib qoldi. Rasm 8-ga kelib qo'ying. To'xtab turinglar, to'xtab turing. Bu ovozni yo'qotib turay. Anlatamda uni? Anlatımız ha. To'xtab turinglar. Bak, buni sen itib qoldi, qopinmaysa 1 minut turib turinglar. Bak, do'konga tashlab keldim. Okey. Muhterem qarindoshlar, Mevlon Yasin akaning taqdim qilishida Amerika, Yevropa, Xitoy munosabatlarining 2022-yilga bir qarab chiqyapmiz. Programma aloqador savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, imkon so'rayman yozsangiz bo'ladi. Do'stlarim taqdim qilgan bo'lsangiz, xursand bo'lasiz. Xo'sh, Mevlon kayfiyatni davom qilsangiz bo'ladi. Qani anlayapsiz unimi? Ha, anlatamiz. Rasm 8-ga keling. 8 çıkmadı zaten. Kömdüm bu. Mana. 3-chi, pul muomala kasbiy xodimlarining moliya uchurlarini nazorat qilish va analiz qilish uchun yumshoq detal mahsulotni ta'minlaydigan Refinitiv Econ Institute'ning sonliq ma'lumotni ko'rsatishicha, 2022-yil 3-oydan boshlab chet eldagi mablag' solg'uvchilar davomli Xitoyning pay chekini setyapti. 2022-yil 3-oydan buyon chet el mablag' solg'uvchilar Shangang savdo o'rnining aloqalish plani orqali 8 milliard 100 million dollar qimmatidagi paychikni sotdi. Angliya davlat xalqlik mulk boshqarish shirkati, bu shirkatning ismi Schroders deydi. Shirkatning bayon qilishicha, Xitoy paychak bozorining mo'ljar qimmati kajisma virus yuqumi boshlagan 2022-yil 3-oyga qaytib ketdi va Amerika Xitoy munosabati jiddiylashgan 2018-yil 12-oyning oxirgi vaqtiga chekinib ketdi. Uningdan boshqa Amerika zoyumining foyda nisbatining o'sishi Xitoy zoyumi bilan bo'lgan o'sish farqini farqlantirdi ve xalq pulining qimmatini tezda tushirdi. Xitoy hukumat chin turyapti, bu misolda xalq pulini dunyo qo'yibsa 1 dollar 200 xalq puliga tushib ketadi. 2022-yil 11-oyda tashqi mablag' solg'uvchilar Shangangning zoyimi orqali 17 milliard 700 million dollar qimmatidagi Xitoy zoyimini sotdi. Bu 2017-yil 8-oydan buyongi eng chong ko'lamdagi mablag'ning sirtqa ketishi. Rasm 9-ga. Xitoy zoyimi bilan bo'lgan o'sish farqini farqlantirdi va xalq pulining qimmatini tezda tushirdi. Xitoy hukumat chin turyapti, bu misolda xalq pulini dunyo qo'yibsa 1 dollar